Birinchi savol. Bizning ishxonamizda eng kechga qoladigan odam kim? Ha bu o'rtoqlar bunday emasda, mehr oqibat yo'qolmasin. Ketdi. Keyingi savol. Eng urushqoqi kim? Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Ishxonamizda eng ko'p ovqat yeydigan kim? Xudoga soldim karatchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Ishxonadagi eng chiroylisi kim? Turish qara, bu turish qara. Qomat bu qara qoshlarni qara. Kim o'z ishini yomon ko'radi? Tushunyapsizlarmi buni ma'nosini? Kim eng mas'uliyatli xodim? Qoyil lekin, qoyil. Og'a siz zo'risiz. Xo'p, nech pul oylik bersam mazza qilib ishlardinglar? Eng vaqtli ishdan qochib ketadigan kim? Bo'l, yopaylik shu temani. Kimni отпускаga chiqqisi kelyapti? Kim ishdan bo'shashni xohlamasa kulmasin? O'zi ma'no nima? Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi.